Assalomu alaykum, hurmatli sayohatchilar. Mana bu yerda Yevropa juda zo'r ekanlar. 5 yulduzli Costa Smeralda Ispaniyadan o'tirilar ekan. Mana narx 2 kishilik narx. Ichki kayuta 2 kishilik narx, oynali kayuta. Mana balkonli kayuta. Endi qaranglar. 6 kecha 7 kunduz hisoblanadi. Mana bu Ispaniyani bir shahri ekan. Juda ham ajoyib. Men Googledan kirib ko'rdim. Bu ham Ispaniyani shahri. Mana Monakoni ko'p eshitgansizlar. Bu ham Ispaniyani shahri. Keyin Barselona Ispaniyani shahri. Ispaniyani zo'r aylanib kelsa bo'lar ekan. Keyin mana bu 2 kun shunaqa zo'r plyajda bo'lar ekan. Bali отдыхает deydi-yu. Shunaqa suv, prozrachniy, toza suv. 2 kun plyajda bo'lar ekan. Shahari juda chiroyli, shaharni aylanadi. Oxirida Fransiya, Marselda tushib qolinar ekan. Bu ham zo'r shahar, Marsel ham. Xohlasalaring o'tib Parijda aylanasizlar yoki через Tursiya Marseldan qaytasizlar. Costa Smeralda layneri katta, juda ham katta layner. Shu ham zo'r ekan. 50% to'laydiganlar uchun ham mizer narx chiqib kelar ekan. Xohlasalaring shunga bron qilinglar. Bemalol vizalarga ham ulguramiz. Qachon ekan? Aprelda boshi ekan.